Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa 11-oktyabr kunidagi Index avtobozoridagi barcha avtomobillarning narxini, sizlar kommentariyaga yozgan, sizlarni qiziqtirgan avtomobillarni va elektromobillar narxini qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'chirda Voyage Free'ni juda ham ko'pchilik so'rashyapti, ko'rib turganinglarda. Bizning do'konimizning tagida ham turibdi, lekin bu bizning mashina emas. Bizning mashinalar bilasizlar, asosan mijozlar olib kelsa, sklad o'zidan sotilib ketyapti. Bilmadim, narxi asaligi uchunmi yoki networking yaxshi ishlagani uchunmi? Xo'p, bu Apollo Tech variantimiz. Bu hozir Xitoyda buyurtmaga olib kelayotganimiz $28,600 edi. Lekin faqat yashili bilan och yashili qoldi. Qorasi qolmadi, Nodir. Voyage Free'ni skladda. Faqat yashil ranglari bor. Shunaqa gaplar. $28,600 CIP Tashkent qilib, buyurtma asosida olib kelib beramiz. Avtobaza har doimgidek xalq xizmatlar o'rtoqlar. Xo'p, akalar, Apollo Tech'ni nechta sotasizlar? Bizlar do'kon yonimizda do'kon ochishdi mana. 37 ming. B-Drive'mi? B-Drive ochishdi. Chiroyli qilib qo'yibsiz do'konlarni. Xayrli bo'lsin, xudo xolasa. 37 ming deyapsiz. Da, 3 yil garantiya ruskasi ichida bo'ladi. Vo, 3 yil garantiya rusifikatsiya ichida. Shot spravkami? Da. Shot spravka orqa, ya'ni bu tushunishim bo'yicha уже официальный shot spravka yoziladi. Xo'p, bu Voyage Free'ning qaysi biri? Bu kurash elektrichkasi. Chista elektr bu. Necha kilometr yuradi? 570. 570 kilometr bir zaryadda yuradi. Xo'p, buning narxi qancha? Bu 31,5. Chempion bilan почти bir xil ekanda. Da, lekin xarakteristikasi chempiondan kuchliroq. Nimasi kuchliroq? Qani ochib bering, bir ko'rsating endi bizga. Xo'p, hozir ko'ramiz o'rtoqlar. Mashina chempionga konkurent deb juda ham ko'p Instagramda reklamasini ko'rdim. Hozir ko'ramiz. Qani rostdan ham qanaqa qulayliklari bor. Buni qulaylarini ko'rganimda men endi Lantu Free, ya'ni Lantu deyshadi Xitoyda. Lantu kompaniyasi yaxshi, yomon emas. Materiallari ko'rinib turibdi, juda qimmat materiallar. Ochilishi ham необычный ekan takoy. Ruchkasini ko'rsat, ochilar ekan. Unda ochilar ekan. Xo'p, menga o'sha qulayliklarda mamnisi необычный deyshudi. Unda yuradigan Xitoyda ko'rganimda, Xitoylik tur. Qani nimalar endi zo'r deyapsiz buni? Buni ходовой части chempionnikidan yaxshiroq. И рулевой управленияsi. Rulov upravleniyasi. Ya'ni Da, bu Tex qilib aytganda Zikr X katta varianti. Da? Kopiya Zikr X, salon kopiya Zikr X, no kattaroq variant. 100 ga necha sekund chiqadi? 4,5. 4,5 sekund. 464 kuchi. Yo'q, haqiqatda tez yurar ekan unda. Ko'rinishidan lekin derski ekan. Bitta tonirovkalarni cho'tga qilib qo'ysa, ko'rib turganinglarda ramkasi yo'q oynada. Mana ruchkasini ko'rsatgan. Mana bunaqa ochilar ekanda. Gap yo'q. Kojasi приятный ekan. Zo'r. Bitta bagajini ham ko'rsam ma'lum, qanaqa ekan. Necha litrli ekan bagaj, bilmaysizmi? Voy, nahotki katta bagaji. Bagaji katta ekan lekin haqiqatda. Taqir tuqurlar ko'rib, tushunishim bo'yicha yastolari, yetkazib zaryadkalari hammasi bor ekan. Yaxshi. Hammaga nasib qilsin akalar, nasib qilsin degan akalarimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Nima avtomobillar qiziq bo'lsa, narx-navozi keyingi oddiy ham kelib, har oddiy kelishga harakat qilman, qo'limdan kelgancha Shanxay Stadiy Xitoy tili markazidan qo'lim ortsa, o'shanga mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'yasizlar va nima avtomobil qiziqtirsa kommentariyaga yozib o'tsanglar, keyingi oddiy xudo xolisa sizni qiziqtirgan avtomobilni obzor qilib, narx-navosini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Endi nima avtomobillar bor sizlarda? BYD Han. Qani? Mana. Qani yuring ko'rsating. BYD Han. Bu nechtaligi? Bu 605 tal, ikkinchi pozitsiyasi Tex qilgan. Ha, 605 eng ходовой-yu. Da, smart pozitsiyasi. Hop, qoraga kofemi? Da, qoraga jigarang. Jigarang. Nech pul bu? 33. $33,000. Turishi mayli, 33 ming saninglar olib ketadi. Ketaveradi. $33,000. Yaxshi, zo'r, gap yo'q. O'sha 605 talik eng ходовой-da. Ko'pchilik 605 lik so'raydi. Bitta motorligida bu 25. 25 yangi ekanda. Oxirgi partiya bu chiqmayapti, bilasizlar Xitoyda. E'tibor o'ting, akalar, BYD Han chiqmayapti, BYD Han L chiqyapti. Hozir bizda 605 taligi qolmadi, 506 taligi qoldi. Adashmasam o'rtoqlar $22,400 CIP tashkil qilib beramiz. Rastamoshkasiga qiziq bo'ladigan bo'lsa 95 lik 398 406 Nodir ukamga telefon qilsanglar, hammasini batafsil ma'lumotini berib o'tadi o'rtoqlar. Xudo xolisa Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bizani kuzatib tursanglar, skladga keladi-yu mashinalarimiz. Sirazi biz spiska tashlaymiz, o'shandan ulgurib oladi. Endi bilasizlar, ko'pchilik bizdan o'sha xarid qilib turib, buyurtma asosida xarid qilib turib sotishadi. Qani ketdi o'rtoqlar. Ya'ni nasib qilsa ko'rsatamiz, sizlarni qiziqtirgan avtomobillar, elektromobillarni. Ko'pchilik mana qiziqqan narsa Hongqiga ham qiziqishuvdi-da. Mana Hongqini ko'rib turibman. Bizning pavilyonning yonidagi pavilyonda turibdi, oqi ham, qorasi ham, restyling variantlari turibdi. Hop, Aito M7 ni ham qiziqishuvdi. Hozir qiziqamiz inshaalloh. Aka, sizmisizlar? Charchaymizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nech pul sotasizlar buni? 19,900. 9,000, ha? 19,900. $19,900. Xo'p, bu eng fullimi? Chiqdi ozgina. Xarguzda qolmagan, sal oshgan. Lekin haqiqatda xarguzda qolmadi. Men o'zim ham rosa ko'p zakazim bor edi, xarguzda topib bera olmadim. Pered zakaz, buyurtma asosida olib kelib bera olmayapmiz. CIP Tashkent nech pul soting? 12,000
600 ming sotdik, shu bilan qolmadi akalar. Hozir faqat qargo'z degan narsa, lekin O'zbekistonga borligiga men 5 ga yetolmadim lekin. 3 kun oldin ham 19 mingdan sotilgan. Sotildi. 3 kunda ko'tarilib ketdi. Mashalloh, 3 kunda $900 ga oshibdi narx-navo. Endi bu yoqqa nima deb o'ylaysizlar? Sizlar mana anchadan beri mashina bilan shug'ullanasizlar. Bu yoqqa osharmikan, tusharmikan? O'zi har doim bilasiz-ku, Qirg'iziston qolmagandan keyin oshadi. Albatta, to'g'ri. Va yana bitta ma'lumot aytib o'tay. Sizlar ham eshitgan bo'lsangiz kerak, uzr. Yanvarda, 1-yanvardan avtomobil mana Xitoydan любой avtomobil eksport bo'layotgan bo'lsa, nalog qo'shilyapti. Oldinlar esingizda bo'lsa, index qaytarib olardik-ku. Ana endi I'm sorry deyapti. Xitoy Jongo Jinfu aytyapti. Naborot eksport qiladigan kompaniya eksportyorlar bizga endi pul to'lashni boshlaydi deyapti. Sababini endi bilmasam. Sababini biladiganlar bo'lsa, kommentariyada so'kmasdan yozib o'tasiz degan umiddamiz. Aka, endi nima mashinalar bor sizlarning? Mana misol uchun Aytoni ko'pchilik so'rabdi-da, sizdan. 38 mingga baraka bo'ldi. Ko'rsat 38 ming. Ujur sotib bo'ldinglar. Baraka bo'ldi. 38 mingga Ayto M7 ni ujur sotib bo'lishibdi. Juda ham yaxshi. Bu anonisi fulli restylingi и kraskasi bozordagi bilasiz. Kraskaliklar kirdi. Fitnolari bor. Restavratsiya bo'lganlar kirgandi. Bu toza va 25 yillar. Xongchini akalar yana bitta qaytarib o'taman. Naryolardan topa olmadim Xongchini. Faqat bu yerdan topdi, o'shanga bu yoqqa keldi. Xo'p, yana nima avtomobillar bor aka? Elektromobillar. Xonji oq qora. Hop. BMWlar. Bular. i3. i3 ko'pchilik so'ravdi. Bu ko'k rangi, tushunishim bo'yicha ko'rsating. O'rta operator i3 BMW ni. Toshkentga 4 ta kirgan ranglardan bittasi. 4 ta dona kirgan, bittasi bu yerda turibdi. Egasini kutib. 39500. 39500. Yengimi bu? 8000 probegi bor. 8000 probegi bor. O'shanga arzon ekan demoqchiman-da. Men hayron bo'ldim-da. 40 yil Night Sport. U 40 yilmi bu daja? Voy mashalloh, zo'r gap yo'l ekan. Okalar, toshib qolamiz-da. Bunaqa o'zi haqiqatda endi rangiga men to'g'ri qiziqmadim, lekin 40 yilligi qiziqdim aka. 40 yil bunaqa narxga Night Sportda bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Tag'in bilmadim. Bilgan okalar yozib qoldirsizlar. C01 sizlardanmi? Litmotor. C01 310 taligi Alcantara salon eng fulli. C01 ko'rsating. C01. Narxi 27800 notarsga tayyor. 27800 notarsga tayyor gibrid varianti. Bular ham hozir o'sha Litmotor ofitsiallik o'tganini hisobiga narx oshadi, yana oshadi. Unisini men ham Instagram sahifamda aytib o'tdim, okalar. Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolisa. Afg'onistonimizga Jabbar Dilshodga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha shu kelajakdagi ma'lumotlarni aytib o'taman. Litmotor bor, C16 ni ham любой Litmotor eksport to'xtadi biz akalar. Ham borib faqat ofitsiallik. Полный ofitsiallik o'tdi. Shunaqa gaplar, to'g'ri. Yana nima bor? Bo'ldimi? i5. i5 o't. i5 birinchi kolleksiyasi 2020 53 ming. 53 ming dollar. Voy. Ana kuni biz tushirdi. i5 35 yilni tushirdi, 55 mingga sotdi o'sha bizani. i5 ko'rsat 53 ming, bemalol kelsin. Yaxshi narx qo'yibdilar. 35 yilmi? Aha. 35 yil. Navoki voyaq, yengisi. Meni ko'rsatdingmi? Voy 26 bo'yaq. Kelaman obzor qildim esingizda bo'lsa. O'zbeklardan birinchi o'sha obzor qildim esingizda bo'lsa, bo'yaqi bu bo'yaq plus. Bo'yaq plus. Xo'p, bu eng full pozitsiyasi ekan, tushunishim bo'yicha. 20 diskasi. Kelinglar, 20 diskali bo'yaq free. Bo'yaq free deyman. O'sha bo'yaq free plus. Bo'yaq free plus. Bardoviy salon, eng hadovoy salon. Qoraga, mana bunaqa disk. Mana spetsial diskasi moda bo'libdi. Xitoy o'zida juda ham. Buni o'zi ham 20 diska top opsiyaga qo'shilganda o'zida 19 chiqgan. Shunaqa. To'g'ri. Xolodilnik bor, 4 teshik pilisoska bor, lidar bor, 1350, VLC'da 350 bergan. Celsius 290 bo'ladi. Xo'p, narxi? Narxi 44 ming savdosi bor. 44 ming dollar. Savdosi bor. Bizi mana shu narsani 44 ming dollar. Bizi CIP Tashkent necha pul sotdi? Instagram kanalimga bitta mana noto'g'ri tushunmanglar, aytgim kelyapti, lekin esimda qolmayapti. Endi kuniga bir 10-15 ta mashina narxini bilasiz, narxini aytasiz-ku, chalkash-shulkash bo'lib ketadi. Ana kuni bir marta primoy efir qolganimda noto'g'ri narx aytib yuboraman-da. Ishonasizmi yo'qmi? Laviz qilib berdi 5 dollar zarariga. Shunaqa dedingiz-ku deb turib oldilar. Ko'rib turgan bo'lsangiz like bosib qo'yasiz, endi qadrimizga yetish uchun. Xudo xolasa bozorlarni bersa 44 ming dollar tushundim. CIP Tashkent qiziq bo'ladigan bo'lsa 95 lik 398 406 ukamga aloqaga chiqsanglar hammasini tushuntiradi. Rasxod, necha pul tamojniy rasxodi, necha kunda keladi, hammasi haqida ma'lumot berib o'tadi. Aka, mana C-Line 06 sizlardanmi? Qaysi? Bu birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasi. 520 tali. Xo'p. 28500. Panorama bo'lmaydi, 520 hidab massaj bo'lmaydi. Xolodilnik bo'lmaydi bunda. Tushunarli. Demak, oddiy varianti. Oddiy variant. Chempionga o'xshagan ekan, bir. 520 talikda. Yaxshi. 28 ming qancha? 500. 28 ming 500 dollar.
Bitta savolim bor-da. $28,500 bunisi. Endi qarang. Etokalarda head-up displeysi bor, keyin tepasida panoramasi bor va nima yana o'zgarish? Masaji bor, xolodilnik bor. 4 ta o'zgarishi uchun 30,600 sotilyaptimi hozir? 30,600. O'shanda $2,100 raznica beryapti. $2,100 qo'shgan yaxshimi, qo'shmagan yaxshimi? Kommentariyada yozib o'tasizlar, kimga qanaqa qilsa. Misol uchun xitoyliklar mamnun qolyapti ko'pi. Xitoyda full ketmaydi. Xitoyliklar uchun bilmayman $2,000 qizg'anadimi yoki panorama yomon ko'radimi? Ko'pchilik mana shunaqa olyapti. Bo'ldi, men mashinasi sizlardan bu? Bizlardan. Bu boyoqqa anonisimi? Nima edi? Tokligi. Bu influmi? Ha. 650lik, 650 kilometr. Xo'p. 32,500 narxi. Demak, buni boyoqqa otini aytvoring, men bilmayman buni otini. Otini ochig'i bilmayman. Ko'ryapsizlarmi? Ikkita mashina purish turibdi yonma-yon, lekin otini bilmayapti. Bu normal holat. Bizda Lantu deymiz-da, Xitoy tilida Lantu deyiladi. Bu kompaniyaning oti. Mashina chempion bilan solishtirishyapti. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi birini olgan bo'lardingiz? Endi narxiga, funksiyasiga bu yaxshi aqlliroq. Bu aqlliroq? No, baribir chempion olgan ma'qul. Sinovdan o'tgandingiz. Shunaqa. Bo'ldi, ana mard bo'lib to'g'risini aytganingiz uchun ham kattakon rahmat. Aka, bozoringizni bersin. Ishingizga rivoj. Rahmat. Xo'p, o'rtoqlar ko'rib turibsizlar, hamma qo'ldan kelgancha hamma avtomobillarni narxi bilan tanishtiryapmiz. Yoqayotgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, inshaalloh hammangizga shunaqa yangi avtomobil Index avto bozoridami yoki bizdami buyurtma qilishinglar обязательно nasib qilsin. Akalar, Shanxay Stadiy Xitoy tili markazimga borishim kerak. Darsim bor. Darsimni o'tmasam bo'lmaydi. 10-20 ta shogirdim kutib turibdi. O'shanga mendan rozi bo'lasizlar. Qaysi avtomobilni keyingi oddiy obzor qilishimni, narxini obzor qilishimni istasanglar kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Shanxay Stadiy Xitoy tili markazi Xitoy tilini bilim berishdan to'xtamaydi. Avtobaza sizlar uchun buyurtma asosida o'zingizlarning orzuyinglardagi yaxshi avtomobillarni olib kelib, sizlarga topshirib, maza qilib duo qilib yurishingiz uchun harakatdamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Avtobaza har doimgidek xalq uchun xizmatda.